Bor mutaxassislarimizdan o'sha chet elga kelayotgan mutaxassislar kuchlimi bizda? Mani fikrimcha, teplovoy nasos oddiy qozondan qimmatroq narsa. Kritichеское мышление degan tushuncha borda, ya'ni hamma kirayotgan ma'lumotlarga qanaqadir miqdorda shubha bilan qarash kerak-da. Haqiqiy mutaxassislar ko'pmi, kami, nima deb o'ylaysiz? Shu hozircha kameradan qo'rqib chiqmayotganlar. O'zi yo'qmi yoki unaqa mutaxassislar? Yoki yo'qmi o'zi aslida bunaqa mutaxassislar? Siz nima deb o'ylaysiz bu holatga? Qanaqa baho berasiz? Terminni sal tushunib olish kerak. Mutaxassis deganda o'zi sal kam professor bo'lish kerakmi? 200 ta kitob yozgan yoki 200 ta kitob o'qigan. Ko'rganlarimdan aytsam, yo'q, ularning bilimi yetarli darajada emas deb o'ylayman. Siz endi boshladingiz. Bunga sabab nima bo'ldi bunaqa qaror uchun? Ya'ni shu kungacha ne boshlamagansiz? Mani fikrimda katta loyihalarga mutaxassislar yo'q yoki juda ham kam. His qilib ko'rishmaganda, uchalasi birlashgandek holatda qanaqa qulay bo'lishini. Men faqat sovutish va havolantirish tizimlarini birlashganini ko'rganman. 3 ta tizimi birlashganini men ko'rmaganman hali. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Yetuklik sari podkastimizning navbatdagi sonida o'tiribmiz. Bugungi mehmonimiz Siddiq Xo'jayev Abrorxon akamlar, sherigim Olimbek Oybek va Kamina Alisher Karomatulloyev. Assalomu alaykum. Abrorxon aka, xush kelibsiz podkastimizga va bu loyihamizga, bu sonimizga taklif qilganimizda rozilik berib kelganingizdan xursandmiz va jamoamiz nomidan, rahbariyat nomidan minnatdorchiligimizni bildiramiz. Assalomu alaykum. Yetuklik sari podkastiga taklif qilganingizdan juda ham xursandman. Sizlarni ko'rib ham juda ham xursandman. Xush kelibsiz ustoz. Yaxshi yuribsizlarmi? Abrorxon aka, podkastimiz davomida sizga murojaat qilish jarayonida ustoz deb murojaat qilsa ham qarshiliklar yo'q, to'g'rimi? Baholasi yo'q, endi bilasiz, farqi yo'q. Chunki biz o'zimizni ham shogird deb hisoblaymiz. Rahmat. Ustoz, an'anamizga sodiq qolgan holatda har bir podkastimizda, yangi sonimizda kelgan mehmonimizga beradigan savolimiz bor. Ya'ni yetuklik sari deganda birinchi xayolingizga nima keladi yoki sizning fikringiz? Ya'ni kuzatuvchilarimizga ayniqsa sizning fikringiz juda ham qiziq bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Rahmat kattakon bergan savolingizga. Endi meni fikrimda o'zi yetuk degani nima deganda inson o'zini ustida ishlab rivojlanish qobiliyati, chiroyli xulq, go'zal odamlar bilan bo'lgan munosabatni men odamni yetuk deb o'ylayman. To'g'ri qarorlarni qabul qilish qobiliyatlari va albatta shu narsaga odam intilish kerak, o'zini ustida ishlash kerak. O'shaning uchun yetuklik sari degani, ya'ni shu yetuklikka intilish va o'sha tarafga qarab yurish deb bilaman. Unda podkastimizni o'sha boshlang'ich savollarni berishdan boshlaymiz. Ya'ni yetuklik sari haqidagi fikringizni bilganimizdan keyin. Xo'p. Endi o'zi aslida podkastimizni savol javob ko'rinishida emas, balki suhbat ko'rinishida o'tkazishimiz kerak. Sababi mavzular haqida gaplashamiz, chunki biz o'zimizni savol berishga hozirgi holatda siz bilan savol javob qilishga loyiq deb ko'rmaymiz. Shuning uchun agar imkon bo'lsa, ish faoliyatingizni qaysi sohadan boshlaganingiz haqida kuzatuvchilarimizga, obunachilarimizga gapirib bersangiz. Qurilish sohasiga endi men 2013-yilda kelganman. Shu sohada xudo xolasa 12 yildan beri ishlab kelyapman. Birinchi bo'lib bitta qurilish kompaniyaga ishga bo'lib kirganman va bizning qurilish kompaniyamizni asosiy faoliyati bu suv ta'minoti, oqova suvlar va isitish tizimlari bo'lgan va albatta meni birinchi yo'nalishim, o'zimni sevimli yo'nalishimlardan bittasi bu albatta isitish, sovutish va suvga tegishli bo'lgan tizimlar deb hisoblayman. Vaqti kelib dalsha aytib beraveraymi, chuqurlashaveraymi yo shart emasmi? Qiziq. Endi shu sohaga o'zi aytishadi-yu, qancha ko'p narsa o'rgansang, shuncha o'zingga yangi nima deydi, daryodan ummon dengizga chiqasan, dengizdan ummonga chiqasan deyishadi. O'shaning uchun qancha ko'p shu sohaga kirib o'rganganim sari boshqa yo'nalishlarga ham qiziqishlar paydo bo'ldi. Chunki bizani hozir
isitish tizimini gapirsa yoki suv ta'minotini tizimini gapirsa, bu albatta bitta katta qurilish yo'nalishi deb hisoblanadi. Ya'ni muhandislik tizimlar sohasi hisoblanadi. Muhandislik tizimlarda hozir agar isitish yoki suv ta'minotini gapirsa, menimcha umumiy gapirganda bir 25%, 30% tashkil etadi. Va o'zimni o'sha gapirganimizdek, odam o'zini ustida ishlash kerak rivojlanishi uchun. Shu boshqa oldida yurgan sohalarga ham kirishga qaror qilganman va shu boshqa sohalarga ham kirib ketganman. Muhandislik tizimlar to'g'risida gapirsak, o'sha tizimlarni ichida o'zimni qanaqadir miqdorda mutaxassis deb hisoblayman. Ana aytdingiz, qurilish korxonasida ish boshlaganman deb. Nega aynan imonni isitish sohasi yoki suv ta'minoti, nega buni tanlagansiz? Bu menimcha taqdir. Chunki o'zi o'sha paytda bekorchi bo'lib yurganman. Ochuqchasiga aytsak, o'shanda bitta qarindoshim aytgan, "Manda ish bor aka, yuring" degan. O'sha yoqqa borgan, kirib ketganman. Qarasam, bo'lib santexnika yo'nalishida ishlaydigan korxona ekan. Endi katta korxona, men kirgan boshqarma santexnika boshqarmasi bo'lgan va shunaqa qilib shu sohaga kirib ketib, albatta men qurilishni umuman boshlaganimda faoliyatim umuman tushunmasdim. Hech narsani farqiga bormasdim. Lekin albatta bitta kasbni tanlagandan keyin odam o'sha kasbda birinchi bo'lishga harakat qilsa, menimcha o'shandan keyin odam yaxshi mutaxassis bo'lib o'sadi deb o'ylayman. Lekin o'zi aytganingizdek, u sohaga kirishingizdan oldin bu soha haqida ma'lumotingiz bo'lmagan. Umuman bo'lmagan. Faqat endi kran, bilmadim, smesitel, umuman mana shunga o'xshagan narsalarni bilardim. Endi ko'zimiz bilan ko'rgan narsalarni, lekin qanaqa ishlaydi, nima bo'ladi, qozonxonalar yoki katta uzil управления, nasosnilarni umuman bilmaganman, ko'zim bilan ko'rmaganman. O'sha aytilayotgandek korxonaga kirganingizdan keyin qanaqadir davrda bilimlarni egalladingiz. Shu bilimlarni egallash jarayonida kimdir sababchi bo'ldimi, kimdir o'rgatdimi yoki o'sha faqatgina shu o'z izlanishlaringiz shu kitobdan, internetdan ma'lumotlarni qidirib topishda sabab bo'ldimi? O'zi qanaqa jarayon kechgan? Ya'ni hozirgi paytda mutaxassis bo'laman, o'zim ustimda ishlayman deyotgan yosh kadrlar uchun ham qanaqadir manfaatli ma'lumot bo'larmidi? Ishga kelganimda sohani tushunmaganimdan keyin oldimda turgan mutaxassislarga murojaat qilganman va ular orasidan o'zim ustoz deb biladigan Alisher aka Bekmatov degan inson borlar. Haligacha shu sohada ishlab keladilar, bosh muhandis bo'lib ishlaydilar bitta korxonada. Ular menga ko'p narsalarga tushuntirishga, ko'p narsalarga tushunishimga yordam bergan inson bo'ladilar, lekin u odam asosan amaliyot odami bo'lgan. Nazariyalari unaqa chuqur emas edi. To'g'ri, mutaxassis qanaqadir darajada bo'lib mutaxassis bo'lishga bilimlari bor, lekin endi sohaga qiziqqan sari, chuqurlashgan sari qanaqadir darajada gacha olib borganlar, o'rgatganlar. Undan keyin men o'zimga bitta reja qo'yganman, nimalarni o'rganib kelishim kerak shu sohani mutaxassis bo'lish uchun. Albatta isitish tizimiga kelsa, bu isitish fizikasi, endi teplofizika deydi yoki odamlar o'shani ichidan keyin kelib chiqib bizani sohamizga tegishli bu isitish, yo'qotish, issiqlikni yo'qotish fizikasi to'g'risida kelsa, o'sha teplopoteriya deyiladigan narsa, u birinchi narsa bo'lgan, chunki u asosda, u agar siz u narsani bilsangiz, o'shanga qarab qolgan narsalarni ham tanlayverasiz. Shunga qarab qozon tanlaysiz, shunga qarab radiator yoki isitish uskunalarini tanlab kelaverasiz-da. O'shaning uchun u birinchi bo'lgan, u narsani o'rganganimdan keyin ikkinchi, albatta bunga endi nasos tanlash kerak, bunga endi turba tanlash kerak, quvurlar tanlash kerak. Shu bilan gidravlikaga kirib ketganmiz. Gidravlikada o'zim ustozimdir. Men Lyudmila Iosifovna Yerodskayani bilaman. Ular Gerts kompaniyasini texnik muhandislari bo'lib ishlab kelganlar va Ziyodillarga tanishinglar kerak. Ular sababchi bo'lganlar. O'sha odamlar meni tanishtirganlar
va u odam gidravlika sohasi bo'yicha va tizimlarni sozlash, balansirovka qilish bo'yicha mani ustozim deb bilaman ularni. Judayam yaxshi, judayam kuchli mutaxassis edilar. Agar Gertz kompaniyada endi o'sha yetakchi muhandis bo'lib ishlab kelganlar. Hurmatli kuzatuvchilar, Abrorxon akamlar haqida bir qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak, biz o'zimiz ham Abrorxon akamlar faqat menga emas, balki Alisherga ham ustoz hisoblanadilar hozirgi kunda. Ya'ni o'z paytida bir necha yillar oldin biz ham ular qo'llarida shogird bo'lib o'qiganmiz, ancha bilimlar olganmiz va shu kunga, shu darajaga kelishimizga ham hissa qo'shgan odamlarning qatorida Abrorxon akamlar bo'ladi. Shunga bularga ham shogird sifatida o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va o'shaning uchun ham podkastimizni boshlaganimizda ustozni murojaat qilsak bo'ladimi deb so'ragan sababi shunga. Endi hozirgi kunda Abrorxon akamlarning shogirdlari ko'p, juda ham ko'p mutaxassislar yetishib chiqishiga sababchi bo'lgan O'zbekistonda. Va keyingi savolimiz ham shu mavzuga bog'liq. Ya'ni hozirgi kunda Abrorxon akam boshchiliklarida yangi loyiha, ya'ni Qalam Project loyihasiga asos solinib turib, boshchiliklarda birinchi qadamlar bosildi va Qalam Project ijtimoiy tarmog'iga birinchi videolar qo'yilish boshlandi. Abrorxon aka, xayrli bo'lsin. Rahmat. Manfaatli bo'lsin. Manfaatli bo'lsin. Xudo xolasa islohotlarga, taraqqiyotlarga sababchi bo'ladigan bir loyihalardan bo'lsin. Amin. Xudo xolasa xalqqa manfaat beradigan loyihalardan bo'lsin. Savolimiz shuki, Abrorxon aka, hozirgi kunda ko'p emas, endi ba'zi bir sizda o'qib shogirdingiz bo'lgan va shu kunda mutaxassisga aylangan insonlar bizning sohamizda o'zligini blogligini yurg'izib, qo'ldan kelgancha xalqqa manfaat berish harakatida yurishibdi. Lekin siz endi boshladingiz. Bunga sabab nima bo'ldi bunaqa qaror uchun? Ya'ni shu kungacha ne boshlamagansiz? O'zi to'g'risini aytsam, kameralarga, televizorlarga chiqishni uncha yoqtirmayman. Lekin sizlarni taklifinglar sababchi bo'ldi shu kameraga chiqishga, podkastga chiqishga. Siz aytayotgan o'sha hozirgi kunda blogerlar podkastlar olib borishyapti, bloglar olib borishyapti. Men ham ularni bir xilida ko'raman va shu narsaga xulosa qildimki, hozirgi yangi avlod, o'sayotgan avlod juda ham ko'p ma'lumotni har xil sotsial seti deydimi, har xil programmalardan ko'rishadi va men o'yladimki, haqiqatan agar qanaqadir shu sohaga hissa qo'shmoqchi bo'lsangiz yoki yosh avlodga qanaqadir ta'sir qilmoqchi bo'lsangiz, bloglarni olib borishga majbursiz. O'shaning uchun bu ham o'sha yetuklik sari yetuklikka yana bitta qadam to'platadi. Hozir как раз mana shu masala bo'yicha hozir bizning sohamizda qanaqadir darajada yengillik bo'lyapti. Mana shu oxirgi 1-2 yilda juda ham qattiq rivojlanish bo'ldi bu media sohasida. Va meni bilishim bo'yicha bizning sohamizda hozir media baribir bo'sh, joylar hali, maydon keng hali. Va shundan foydalanib o'sha har xil mutaxassislarmi, ustalarmi, hunarmandlarmi harakat qilishyapti o'zligini hissaligini qo'shishga bu sohada. Lekin ba'zi joylarida shunaqa holatlarni ko'rib qolyapmizki, aniq bo'lmagan yoki noto'g'ri bo'lgan ma'lumotlarni ham ulashib qo'yishyapti. Ya'ni noto'g'ri yo'nalishga salgina yoki qanaqadir darajada aynib qolishligi, ya'ni nima deydi? Noto'g'ri yo'nalish bo'lib ketishiga sababchi bo'lib qolishyapti. Endi bu bizning fikrimiz. Shu haqida nima deysiz? Sizning fikringiz qanaqa, Abrorxon aka? Sizni fikringizga qo'shilaman. Haqiqatan men ham o'sha bir xilda roliklarni ko'raman. O'sha roliklarda texnik xatolar aytib turishadi. O'shanda menga ham har doim yoqmaydi, chunki yoshlar bu narsaga, misol uchun, bilimi yetmaganligi sababi yoki tajribasi yetmaganligi sababli shu narsaga ishonib qo'yishi mumkin. Shu narsaga ishonib qo'yib, xato qilib qo'yishi mumkin kelajakda, qayerdadir kimnidir uyida ishlab yoki kimnidir joyda ishlab xato qilib qo'yishi mumkin. Endi o'ylaymanki, o'zi odam videolarni yoki boshqa narsalarni ko'rganda kriticheskiy мышление degan tushuncha bor-da. Ya'ni hamma kirayotgan ma'lumotlarga qanaqadir miqdorda shubha bilan qarash kerak-da. Ya'ni filtrlash kerak. Agar odamda o'sha filtrlash
qobiliyati bo'lsa, a'lo darajada yaxshi ma'lumotlarni bemalol yig'ib olib, kitobga o'xshab, kutubxonaga o'xshab yig'ib oladida. Lekin agar shunaqa shubhali fikrlash yoki shunaqa fikrlash qobiliyati, filtrlash qobiliyati bo'lmasa, odamni miyasi qo'pol qilayotganda bardak bo'lib ketadi deydi-yu. Alisher aytyapsanki, media maydon bo'sh. Haqiqatdan media maydon bo'sh. Lekin o'shalar ham nima qilishyapti desa, harakat qilishyapti. Shu maydonni bo'sh qoldirmaslik uchun qanaqadir bir jasorat ko'rsatib, ya'ni hali aytilgandek, kamera oldiga chiqib olib gapirish ham o'zi Mardliydi. Mardliydi. Endi hozirgi paytda Albatta. to'g'ri, endi hozir kun kelib turib sal yengillashib qoldi-ku, lekin qaysidir davrda bu bir jasorat hisoblanardi-da, bunaqa hammani e'tiboriga chiqib turib gapirish. Lekin ular shu holatda nima qilyapti, jasorat ko'rsatishyapti. Qanaqadir miqdorda chiqib olib, lekin ma'lumotligi kam yoki tekshirilmaganligi uchun ular mana shu holatda texnik xatolarga yo'l qo'yishyapti. Lekin haqiqiy mutaxassislar ko'pmi, kammi, nima deb o'ylaysiz? Shu hozircha kameradan qo'rqib chiqmayotganlar. Isitish tizimini to'g'risi gapirsangiz. Bizdan soha bo'yicha menda. Bizdan sohamiz bo'yicha. Ha, Yo, ya- umuman gapirsangiz, Ya umuman deganda isitish, sovutish, suv ta'minoti, havolantirish bo'lishi mumkin. Muhandislik-ku bu umumiy. endi u uchun muhandislik tizimi birinchi yoritish kerak-da. Hozir bu savolga kirish uchun deydi-yu. Nega ular chiqishyapti desa, chunki haqiqiy mutaxassislarda bunaqa qobiliyat yetishmayaptimi yoki qo'rqishyaptimi yoki O'zi yo'qmi yoki unaqa mutaxassislar? yo'qmi o'zi aslida bunaqa mutaxassislar? Siz nima deb o'ylaysiz bu holatga? Qanaqa baho berasiz? Manimcha endi mutaxassis deganda o'zi nimani nazarda tutilyapti deyilgan o'zi savol qo'yish kerak. Birinchi terminni sal tushunib olish kerak. Mutaxassis deganda o'zi sal kam professor bo'lish kerakmi? 200 ta kitob yozgan yoki 200 ta kitob o'qigan yoki qo'pol qilayotganda 10,000 kvadratli joy qilgan odam mutaxassis bo'ladimi? O'sha O'zi tajribami. mutaxassis deganda o'zi nima tushuniladi deganda, mani fikrimda mutaxassislar bor, yo'q emas. Lekin kimdir o'sha nima deydi, xarakter, introvert bo'ladi, misol uchun uyatchan bo'ladi, kameraga chiqa olmaydi yoki kameraga chiqqanda hayajonlanib ketadi va hokazo bo'ladi. Lekin shu sabablardan bittasi shu, что odamlar ko'p mutaxassislar manimcha chiqa olmaydi, uyaladi, lekin Demak, mutaxassislar yetarli, lekin qanaqadir jasoratmi yoki aytganingizdek asosiy ilmi yoki oqimini o'qishga bergan, bu yoqda o'zini ko'rsatishga qanaqadir darajada qobiliyat yetmayapti degan ma'noda chiqyapti-da, to'g'rimi? mutaxassislar yetarli demadim. Mutaxassislar yetarli emas. Mutaxassislar bor, yo'q emas. Lekin bizning sohamizda mutaxassislar yetarli emas. Ha. O'zbekiston uchun, O'zbekistonning qurilishi uchun men o'ylaymanki, mutaxassislar yo'q desa ham bo'ladi. Juda ham kam. Chunki qurilish katta, ko'p. O'zbekistonni olsangiz, juda ham katta qurilishlar qilinyapti hozirgi kunda. Katta loyihalar bor. Lekin afsuski ko'p kuzatamiz, chet eldan mutaxassislar jalb qilinyapti shu ishlarni bajarishga. O'shalar kuchlimi bizani bor mutaxassislarimizdan o'sha chet elga kelayotgan mutaxassislar kuchlimi bizada? Bizning mutaxassislar ularga qaraganda ham ulardan kuchlilari bor. Bor deb o'ylayman. Lekin o'sha mutaxassis deb gapirayotgan odamlarimiz lekin hali chiqmagan, to'g'rimi? Media maydonga. Siz ko'rganingiz bormi masalan O'zbekistonda? Men to'g'risini aytsam, media maydonda yo'qman. Menda akkauntlar yo'q. Men roliklar ko'rmayman. To'g'risini aytsam, unga vaqt sarflagim kelmaydi. Ko'rganlarimdan aytsam, yo'q, ularning bilimi yetarli darajada emas deb o'ylayman. Ya'ni unda o'sha haligi aytilayotgani qolgan mutaxassislarga ham ehtiyoj ko'p bo'lgani va mutaxassislarning soni kam bo'lganligini hisobiga ham ularda vaqt bo'lmasa kerakdir, blog yurg'izishga va omma uchun qanaqadir ma'lumot berishga. Shunaqa fikr bersa ham to'g'ri bo'ladimi yoki yo'qmi? Endi o'sha aytyapman-ku, mutaxassis deganda nima uchun degan savol ham bor. Misol qanaqa loyiha? Misol uchun xususiy sektor rosa bizning qurilma mutaxassislik yetarli darajada. Unda yetarli. Yetarli. Xususiy sektor rosa o'sha shaxsiy uylar yoki kichkina biznes sentrlar yoki qanaqadir o'sha kichkina mehmonxonalarga meni fikrimda mutaxassislar bor.
mutaxassislar yetarli deyolmayman, chunki endi menda qo'lda qurilish statistikasi yo'q. O'shaning uchun qanaqa miqdorda anusini aytolmayman. Lekin mani fikrimda katta loyihalarga mutaxassislar yo'q yoki juda ham kam. Bu mavzuga nega urg'u berib, chuqurroq kirib, qayta savol berayotganim sabab shuki, hozirgi paytda o'sha mediada, Instagramda, ijtimoiy tarmoqda ko'p blogerlar, endi ularni mutaxassislarga misol uchun xiyonat qilib qo'ygan bo'lamiz. U mutaxassis emas-da, ular bir xillar to'g'ri mutaxassis. Lekin o'sha hammasiga ustalar, yosh shogirdlar ergashishyapti. Ya'ni ularni mutaxassis deb sanab turib ergashishyapti. Lekin o'zi aslida o'sha qo'sh tirnoq ichidagi odamlar o'zi aslida ba'zi birlari prosmotr ko'paytirish uchun har xil kontentlar qilinyapti va ularga ko'r-ko'rona ergashishlar juda ham kundan kunga ko'payib ketyapti. Ya'ni shunaqangi holatki, shu kontentlarni, videolarni ko'rib turib, ustoz deb o'sha narsani to'g'ri deb hisoblashyapti va ba'zi bir holatlarda juda ham ko'p zararlarga, talofatlarga, xatolarga sababchi bo'lib qolyapti. Shuning uchun kuzatuvchilardan shuni so'rab qolamizki, kimgadir ergashilyaptimi yoki kimdir videosini ko'rib ma'qullanyaptimi? O'sha ustozimiz aytganlaridek, u o'zi ma'lumot, informatsiya qayerdan kelyapti o'zi aslida shu qay darajada tekshirilgan, to'g'ri, qayerdan olinyapti, tasdiqlanganmi o'zi aslida bu. Shularga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi va shundan keyin kerak bo'lsa, to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, o'sha layklarni bosib va o'shalarga ergashishga to'g'ri keladi. Lekin hozirgi paytda juda ham ko'p kontentlarni ko'ramiz, prosmotr yig'ish uchun qancha pul ketgani. Chunki mutaxassis bo'lish uchun pulning nima qizig'i bor o'zi aslida. Lekin kontentlar asosiysi qancha pul ketgani, necha kvadratga qanaqa qozonxona qilingani, turbalarni qanaqa tarashganligi, shular haqida asosan shular haqida bo'lib qolgan mavzular. Lekin hisob-kitoblar yoki falon joyda qaysidir obyekt qanchadir ekonom qilindi, qanchadir mahsulot tejaldi yoki o'sha anaqa binoni xuddi shunaqa boshqa bino bilan solishtirgan holatda loyiha bilan qilgandan keyin qish kunida qancha gaz yoqdi. Resurslar qancha ekonom qilyapti. Bu narsa tabiatga, xalqqa qanaqa foydasi tegyapti? Bu haqida gapirilmayapti-da. Faqatgina o'sha turbani chiroyli qilib taralgani yoki kotelniga ketkazilgan pul shu bo'lib qolgan. Endi tomoshabinlarni ham o'zi shunaqa videolarni ko'ryapti xolos-da. O'shaning uchun ham tomoshabinlarga moslab turib, endi tomoshabin degandan obunachilarga, kuzatuvchilarga moslab turib, betdagilar ham shunaqa video tayyorlashyapti. Lekin blogerlarni ham, blogni yurg'izayotgan haligi mutaxassis deb nomlanayotgan qo'sh tirnoq ichidagi odamlarni ham, kuzatuvchilarni ham o'zi saviyasini oshirish davri keldi deb hisoblaymiz. Biz shunga qanaqadir mana shu soha mutaxassislarini hissa qo'shishini so'rab qolamiz biz. Yaxshi gap bo'ldi, to'g'ri aytyapsiz. Men o'ylaymanki, o'zi siz hozir mana aytdingizki, odamlar moliyaviy tarafini aytib beradi, qancha rasxod qildi yoki o'sha chiroyliligi, estetik taraflarga kirib ketishyapti. U mani fikrimda muhandislikka hech qanaqa aloqasi yo'q. Mutaxassis deganda men mutaxassis muhandisni nazarda tutyapman. Mutaxassis deganda misol uchun chiroyli, yaxshi, juda ham yuqori malakali ustalar bor. Chiroyli montaj qilishni biladigan, chiroyli hammasini qoidasi bo'yicha, pasporti bo'yicha, nima deydi, texnicheskiy rekomendatsiyaga qarab montaj qiladigan juda ham zo'r ustalar bor. Ular ham mutaxassis. Bu ham bitta endi olsak, kasblar juda ham ko'p-da. Har bitta kasbi o'zini mutaxassisi bo'ladi. O'sha kasbi yetakchisi deydi-yu, o'sha sardori deydi-yu. Va albatta o'sha siz aytganingizdek montajda va boshqalarda agar mutaxassis montajnik to'g'risida gapiradigan bo'lsa, ya'ni usta sifatida gapiradigan bo'lsa, u unaqa videolarni olishga chiroyli o'zini ishini ko'rsatyapti, chiroyli taragan, chiroyli montaj qilgan, hamma qoidalarga rioya qilgan. Lekin biz hozir mutaxassis muhandis sifatida gapiradigan bo'lsa, muhandis sifatida ya'ni texnik bilimi bor, nazariya taraflama bilimi bor,
texnik yechimlar bera oladigan, muhandislik yechimlar bera oladigan taraflama qaraydigan bo'lsa, albatta siz aytgan videolar ular unga loyiq emas. Birinchi filtrda ishlatgan holatda avval aniqlab olish kerak ekan. Albatta. Kim muhandis, kim o'sha montaj ustasi, shu asosida o'sha tanlab olsangiz, agar sizni fikringizdan kelib chiqadigan bo'lsa, bundoq o'ylab qarasam, ijtimoiy tarmoqda muhandislik profil, ya'ni bilimi bor anaqalarni nima deydi, profil deymizmi? Ijtimoiy tarmoqlarda blogerlar men hozir juda kam. Barmoq bilan sanasangiz ortib qoladigan darajada. Juda kam. Lekin bor. 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 Lekin juda kam aytganingiz. Yaxshi, aytyapman, bir xilda mana shunaqa roliklar kelib qoladi, ko'raman. Yaxshi. U yerda ismlarni aytsa bo'ladimi? Farqi yo'q. Bemalol. Ziyodillar olib boradilar bloglarni, Sobir olib boradilar bloglarni. Onda sonda ularni roliklari kelib qoladi, ko'raman. Yaxshi, yomon emas. Ular misol uchun muhandislik taraflama bir xilda hisob-kitoblarni ko'rsatishadi yoki qanaqa ishlash prinsipini ko'rsatishadi. Bu uskuna qanaqa ishlaydi, qayerda misol uchun ishlasa yaxshi bo'ladi, kamchiliklarini aytib ketishadi. Bu albatta muhandislik taraflama, o'zi mutaxassislik deb bilaman men. Ustoz, bilamiz, bugungi kunda siz shogirdlaringiz yetarlicha, o'sha hozir ijtimoiy tarmoqlarda ham va shunaqa maqolimiz borki, ustozdan o'tmagan shogird emas. Shunaqa darajadagi shogirdlaringiz bormi? Shunaqa bor deb hisoblaysizmi o'zi? Ana endi ism aytish kerak bo'ladi. O'zi iltimos qilmoqchi edim, bu savolni ko'tarmanglar deb. Endi nima desamkin, o'zi sal talabchanligim katta bo'lganligi uchun to'g'risini aytsam, to'g'ri, yaxshi shogirdlar, yaxshi o'qib ketgan zo'r, yaxshi mutaxassislar bor. Lekin kimga solishtirib qaraganda, agar menga solishtirib qaraganda men ha deya olmayman. Nimagaki, chunki men boshqa sohalarga ham kirib ketganman-da. Muhandislik tizimlarida faqat isitish sohasida emas-da, balki sovutish, havolantirish va hokazolarga kirganligim uchun, ular u sohaga kirmaganligi uchun ular o'tib ketgandek menimcha hisoblanmaydi deb o'ylayman. Ya'ni izlanishda hali to'xtaganingiz yo'q. Yo'q, izlanishga to'xta. Ano, nima deydi? Остановка смерти. Tushunarli. To'xtash kerak emas hech qachon. Demak, haligacha konkurensiya kuchli. Xudo xolasa, hali nima deydi? Ularga menimcha katta motivatsiya bo'ladi bu. Qattiqroq harakat qilishligi kerak bo'ladi. Yo'q, biz faqat xursandmiz. Agar haqiqatan men buni raqobat deb bilmayman, chunki aytganimdek sohamizda mutaxassislar juda ham kam. Qancha mutaxassis ko'p bo'lsa, menimcha hali beri hammaga ish topiladi deb o'ylayman. Shuning uchun buni raqobat deb bilmayman. Agar haqiqatan shunaqa nima desamkin, zo'r mutaxassislarning soni ko'paysa, men faqat xursand bo'laman. Ustoz, biz bilamizki, oldin o'quv kurslari tashkillashtirib shogirdlar chiqarardingiz va adashmasam karantindan keyin bu narsa to'xtab qoldi. Ya'ni shogird chiqarish. Yana shunaqa shogirdlar chiqarish uchun bir darslarni rejalashtirish niyatinglar bormi? Rejalar bormi? Ha, reja bor. Xudo xolasa kuzatib yuraman. Haqiqatan hozir Toshkentda o'zi bizani sohamizda o'quv kurslari paydo bo'lgan. O'quv kurslarini uzoqdan men ham kuzatib yuraman. Nima o'rgatishyapti, baribir nima desamkin, zamonga qarab baribir ko'rish kerak. Hozirgi talablar qanaqa, o'shalar bilan birga qadam bosish kerak bo'lganligi uchun baribir ko'raman o'sha kurslarni qanaqa qilinganligini. O'zimizni kursimizni qilish niyat bor. Kurs xudo xolasa o'shanga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Xudo xolasa yaqin orada menimcha ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilsa kerak. Hurmatli kuzatuvchilar, Qalam loyiha ijtimoiy tarmog'ini kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa shu yangi o'quv kurslarining e'loni bo'ladigan bo'lsa, hammaga manfaatli bo'ladi deb o'ylaymiz. Xudo xolasa. O'zi hamma podkastimizga solishtiradigan bo'lsak, bu safargisi sal boshqacharoq bo'ldi. Ya'ni nima boshqacha bo'ldiki, biz bu safar e'lon qildik kim bilan podkastimizni olib borishimizni.
va bu nimaga imkon berdi bizaga? O'sha kuzatuvchilarimizdan qo'shimcha savollar, ya'ni ularni qiziqtirgan savollarni olishi imkoni bo'ldi. Oldinlari unaqa qilmasdik, ya'ni sir tutilardi mehmonimiz. Bu safar sizni chiqishingizni e'lon qildik. Kimga nima savol qiziq bo'lsa, o'shani iltimos qildikki, bersanglar biza ustozimizdan so'raymiz, manfaatli bo'ladi hammaga degan ma'noda qiluvdik. Reklamani ham o'zi boshqa kanaldan kelib qoldi menga. E'lon qilganinglar borib ertalab tursam boshqa kanaldan kelyapti. Nima bu deyapman, lekin qarasam reklama qilyapsizlar borib. Voy, gap yo'q dedim. O'sha ba'zi ijtimoiy tarmoqlardan savollar kelgan. O'shalarni agar ruxsat bersangiz Albatta, so'rab. albatta. Qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman. Birinchi savolimiz YouTube'dan kelgan Mirkomil Miryoqupovdan. Assalomu alaykum. Hozirgi kunda uy izolyatsiyasi to'g'risida ko'p gapirib, lekin qozonxonaga kelganda quvurlarimiz zanglamaydigan metallardan, ya'ni nержавейкаdan yig'ib uni izolyatsiya qilmaydigan, ortiqcha energiya chiqib ketishiga emas, balki qilgan ishi chiroyli ko'rinishi uchun uy egasini hamyonini o'ylamaydigan ustalar to'g'risida fikringiz? Men o'ylaymanki, usta birinchi bo'lib tizimni to'g'ri qilib montaj qilib berish kerak. Uni chiroyliligi albatta bu muhim. Albatta montaj qilinganga yarasha chiroyli montaj qilinishi kerak. Lekin unaqa darajada terishi, agar bu sistemaga o'sha savolda berilganidek issiqlikni yo'qotish qobiliyatiga ko'proq izolyatsiya berish va hokazolarga qaramasdan shu chiroyliroq tursin deyishi, men bunga qo'shila olmayman. Men o'ylaymanki, texnik taraflama, muhandislik taraflama tizimni to'g'ri montaj qilish kerak. Uni chiroyliligi bu juda ham muhim, lekin birinchi darajali emas. Birinchi darajada tizim uni ishlashi, uni effektivnosti kiradi. Uni estetik tarafi ikkinchi darajali deb o'ylayman. Nержавейка trubani deb yozdilar. Bitta narsani ham hisobga olish kerak. Nержавейка stal oddiy biza ishlatadigan po'latlarga qaraganda issiqlikni o'tkazish qobiliyati ancha pastroq. Ya'ni u teplоизоляtsiyaga albatta u ham talab qo'yadi, lekin unaqa darajada emas, oddiy po'latlarga qaraganda. Shuning uchun balki qaysidir miqdorda bu odamlar shu narsani o'ylab, balki izolyatsiya qilmayotgandir. Lekin izolyatsiya qilasizmi, qilmaysizmi, qozonxona 95%mi, 99% ga kirgan bo'lsa, hammasi issiq bo'ladi. Siz uni o'raysizmi, o'ramaysizmi, baribir issiq chiqadi. Qancha o'ramaganingizga qarab. Lekin o'rash kerakmi? Men o'rash kerak deb o'ylayman. Kecha bitta qozonxonaga kirdim, 2 minut ham tura olmadim-da. Yugurib chiqib ketdim. Hammomda. Ya'ni trubalarni izolyatsiya qilgan, lekin izolyatsiyani oddiy spinyorniy polietilendan qilib yuborishgan, yubqadan hamma ilma teshigi bo'lib yotibdi. 2 minut ham tura olmadim, chiqib ketdim. Nimadan qilish kerak shunaqa holatda, Abrorxon aka? Ya'ni kuzatuvchilarimizga ma'lumot bo'lsa manfaatli. Yo'q, men o'ylaymanki, yoki o'sha mineral vata, bazalt vatadan qilish kerak. Qaysi teplоизоляцион xususiyati yuqori bo'lgan material bo'lsa, o'sha materialni ishlatirish kerak. Lekin uni o'sha ishlatilgan materiallar ham hammasini o'zini ishlatadigan joyi bor. Ya'ni o'zini nima desamki, pluslari bor va o'zini ijobiy va o'zini salbiy taraflari bordi va hamma teplоизоляцион materialga kelganimizda ham o'zini ishlatadigan joylari bor. Kauchuk ishlatsa bo'ladi. Albatta. Spinyorniy kauchuk yaxshi teplоизолятор va yaxshi kondensat ushlaydigan qobiliyatga ega. Shu yerda savol tug'ilishi mumkin-da. Agar mendan emas, savol kelib qoldiki, agar ras izolyatsiya qiladigan bo'lsa, nima kerak bor nержавейкani ishlatish? U yerda PPR bizda menimcha ruxsat berilgan u narsaga. Nержавейкani ishlatishdan ko'plari, men endi bir ikki marta ustalar bilan shu mavzu bo'yicha gaplashganman. Oddiy po'latdan qilib yuborsang ham bo'ladi-yu, ancha arzonga tushadi-yu. To'g'ri, oddiy payshik emas, balki payvandchini chaqirishga to'g'ri keladi.
o'shani chaqirib qildirsang bo'ladi desam, agar po'latni ishlatsam, undan juda ham ko'p axlat chiqadi. Ya'ni u axlat keyin mani sistemamni qirqib qo'yadi deb argumentatsiya qilishadi juda ham ko'p ustalar. Nержавейка qo'ysam, undan hech qanaqa musor chiqmaydi deyishadi. Ruhlangan, ya'ni atsinkovga o'sha nazarda tutyapsizmi? Yo'q, po'latda manimcha oddiy temir turbani aytyaptilar. Lekin Qora stальной trubani nazarda tutyapman. hozir bilishim bo'yicha siz bu yerda katta miqdor, ya'ni katta qani aytyapsiz, qozonxona haqida gapiryapsiz. Masalan, hozirgi kunda ko'rishimiz mumkin kichkina xonadonlarni aytaylik, 400-300 kvadratli xonadonlarga ham nержавейка ishlatishyapti-da. O'rniga PPR ishlatsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi, nimaga bo'lmaydi? O'zi aslida maqsad nima? Bir odam mazasini tushunmaysizlar deyishdi, lekin shu haligacha mazasi qayerda ekan shu narsani ishlatishga davomimizda. Shuni tushunmayapmiz. Haligacha tushunmayapmiz. Menimcha u muhandislik undan sal moliyaviy tarafga qarab ketyapti deb o'ylayman-da. O'shaning uchun mazasi o'sha yerda bo'lsa kerak. Agar PPR trubaga qarasa, PPR truba o'zi meni bilishimcha tarixda vaqtinchalik tizimlarga o'ylab topilgan material-da. Ya'ni katta Amerikada ko'p qavatli binolar qurilgan paytida albatta o'tda ustalar ishlashiga suv ta'minoti va hokazo qilib berish kerakli bo'lganligi uchun vaqtinchalik suv ta'minoti sifatida plastik trubalar ishlatilardi. Ularni zo'r, birinchidan arzon, ikkinchidan o'sha kerakli haroratlarni ushlash qobiliyatlari borligi uchun u ommaga chiqib ketdi, butun dunyo ishlatyapti. Lekin uni eng katta meni fikrimda salbiy tarafi uni hayot uzunligi. PPR trubani agar siz katta haroratlarda ishlatsangiz, uni hayoti 15-20 yilda. Biz agar uyga oladigan bo'lsa, binoni birinchi kategoriyali binoni gapiradigan bo'lsa, o'zi qurilishimizda binolar har xil kategoriyalarga kiradi. Ya'ni muhim binolar yoki strategik bino bo'lsa, u birinchi kategoriyaga kiradi. Birinchi kategoriyani hayot muddati 50 yil hisoblanadi. Ya'ni uni loyihalayotganda bu bino kamida 50 yil turadi. Rekonstruksiya 30-35 yildan keyin boshlanadi. Ya'ni 30-35 yildan keyin kapital remont qilsangiz bo'ladi uni. O'sha kapital remont davrida o'sha turbalarni almashtirish. Kapital remont davrida endi kapital rekonstruksiya deyilganda chuqur rekonstruksiya bo'lishi mumkin, yengil rekonstruksiya. Yengil rekonstruksiya deganda faqat pardozlash kiradi. Chuqur rekonstruksiya deyilganda bino to'liq yechintiriladi, faqat betoni qoladi yoki o'sha metall konstruksiyasi qoladi, qolgani noldan o'sha qilinadi. Siz aytganingizdek, u yerda muhandislik tizimlar ham boshqatdan montaj qilinadi. Lekin u ham 35-40 yil. Men oxirgi shunaqa qilgan binoyim 1984-yilda qurilgan binoni biz 2017-yilda rekonstruksiya qilganmiz. 1984-83da qurilgan bo'lsa, 33-34 yillik binoni chuqur rekonstruksiya qilingan. Tushunarli. Xo'p, navbatdagi savolimizni o'qib o'taman. Instagram ijtimoiy tarmog'ida Alisher Rajapov nikda, ya'ni shu profil nomida savol berilgan. Bular dizaynerlar va muhandislar o'rtasidagi kelishmovchiliklar va dizaynerlik tarixi. Endi menimcha dizaynerlik tarixiga sal, ya'ni bizga qiyin bo'lsa kerak bizga gapirishimiz. Shu dizaynerlar bilan bizning o'rtamizda aksar holatda bo'ladigan kelishmovchiliklar. Ya'ni hamma obyektda dizayner o'z tomoniga tortadi, biz o'zimiz tomonga tortamiz. Asosiy kelishmovchilik men o'ylayman, chunki ikkita har xil endi hunar, kasb, soha endi bitta-yu, yo'nalish bo'lganligi uchun maqsadlar har xil. Santexnikning maqsadi uyni isitib, suvni ta'minotlarini hammasini aytib o'tganimdek tizimni to'g'ri qilib berish. Unga estetik yoki dizaynerlik ko'rinishi aytganimda ikkinchi darajali. Dizaynerga bo'lsa, dizaynerlik birinchi darajada turadi. Ana o'sha yerda konflikt boshlanadi. Shu Xo'p, asosiy kelishmovchilik shu yerdan keladi. Bu savolni men Ziyodil akamga ham berdim. Undan keyin Iklim So'z Shomurod akamga ham berdik. Xo'p, shu savol, muhimi qaysi biri? Muhandislik yechimimi yo dizaynerlik yechimimi? Muhim bizaniki, shu savolni ham beradimi? Yo, bilaman bizlar, lekin asli muhim bizaniki bo'lgan bilan, lekin
ish faoliyatida ko'ramiz va bizni dizaynerlarni aytganini qilamiz. Xo'p, sen dizaynerga shu savolni bergin, dizayner ham maniki muhim deydi. Ya, men o'sha Endi uni sababi bor. hamma soha tomonidan kelib chiqmaydi. Ya'ni dunyo standarti bo'yicha qanaqadir standartlar bormi o'zi asli? Xolis javob beradigan bo'lsa, Abrorxon aka. Xolis javob beradigan bo'lsa, men o'ylaymanki, menga shunaqa savollar berishgan. Bunaqa javob bitta. Xo'p deyman, chiroyli kafel qildingiz, chiroyli ular yozdingiz, ko'rpa, mebel hammasini dahshat qildingiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Uyingizda отопленияni 2 soatga o'chiramizda, keyin gaplashamiz. Bo'ldi, yetadi shuni o'zi. Biz qishda ko'rdik. Dang'illama uchastkalar, bir kun gazsiz, bizda отопление bir kun o'tirganda odamlar nima deyardi. O'shandan keyin savol chiqadi. Sizga chiroyli uy qizuvroqmi yo ishlayotgan uy qizuvroqmi? Isitayotgan uy qizuvroqmi? Bo'ldi, hamma o'ziga o'zi javob beraveradi. Bu mavzuni o'zi o'sha aytilgandek, Shomurod akamlar bilan ham, Jodil akamlar bilan ham muhokama qilganimizda ham birdan xuddi shunaqa bir qiziq yechimlar chiqqan edi. Abrorxon akamlarniki ham undan ham qiziq bo'ldi yechimlari. Haqiqatda Endi uyingizda yarim soatga men chiroq o'chirib qo'y. Endi agar muhandislik tizimlarini agar umumiy olib qaraganimizda faqat isitish tizimini suv uyingizda yo'q. Suv o'chdi. Juda ham qattiq bog'lanib qolgan. Menimcha uyingizda bor, bitta kafel ko'chib tushsa, bemalol yashayverasiz. Lekin uyingizda shu yarim soatga men suv o'chirib qo'ysam, menimcha yashash qobiliyatingiz ancha pasayadi deydi. Tushunarli. Instagram ijtimoiy tarmog'ida, ya'ni keyingi savolimiz Ergashev Sirojiddin. Shogirdlardan bo'lsalar kerak, ustozga murojaat qilibdilar. Ustozimga savolim shuki, bozorda isitish, sovutish va ventilyatsiya tizimlarini birlashtirgan injener, muhandis, ya'ni mutaxassisga talab bormi deb savol beribdilar. Talab albatta bor. Chunki agar misol uchun sohani o'ziga qarasa, Instda bizning sohamizni o'rgatadigan fakultet, bu albatta Toshkent arxitektura qurilish instituti hisoblanadi. Ularda ISF fakulteti bor, injenerno-строительный fakultet va u yerda 3 ta yo'nalish bor. Bittasi bu qurilish materiallari, endi u bizning sohamizga как таковой aloqasi yo'q. Va u yerda 3-kursdan spetslar boshlanadi, ya'ni o'zingiz уже maxsus o'zingiz yo'nalishingiz bo'yicha o'qishingiz. U yo'nalish ikkitaginaga ajratiladi. VKga, ya'ni vodoснабжение kanalizatsiya, ya'ni suv ta'minoti va oqova suvlar tizimlari va TGB, teplo, gaz, ventilyatsiya, ya'ni isitish, gaz ta'minoti va havolantirish tizimlari. Bu ikkita yo'nalish institut o'zida birga o'qitilgandan keyin mutaxassis ham o'zi bitta bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chunki ular hammasi bir-biriga aloqasi bor. Bir-birisiz nima desam ekan, ishlamaydi deb o'ylayman. O'sha havolantirish tizimini olsangiz, uni havosini yoki sovutishingiz kerak yoki isitishingiz kerak. Ya'ni santexnikka oldiga borasiz, menga issiq suv berdingiz, antisovutuvchini oldiga borasiz, konditsionerchini oldiga menga sovut berdingiz. Ular hamma birga ishlaydi va albatta agar bitta mutaxassis bo'lsa, sizni ishlayotgan loyihangizda tizim ham chiroyli chiqadi. Chunki ko'pincha bu yo'nalishni 3 ta har xil mutaxassis qilgandan keyin hamma o'zining dunyoqarashi bilan qiladi. Bir-biriga axborot, xabarlar yaxshi kelmasligi mumkin. Va o'shaning uchun tizim a'lo darajada ishlamaydi. Umumiy tizim mosu. Isitish yaxshi, sovutish yaxshi, misol uchun havolantirish yaxshi, lekin kompleksda olsa, qanaqadir o'ziga yarasha kamchiliklari chiqib kelaveradi. Chunki bu mavzu bo'yicha ham Shomurod akamlar bilan ko'p bir muhokama qilganmiz, gaplashganmiz, fikr almashganmiz. O'shandan savollar berilgan edi. Ventilyatsiyani sovuq kirayotgan havoni issiqligini kim ta'minlaydi? Kimni bo'ynida havoni isitish degan savollar ham, bir qiziq savollar ham bo'lgan edi. U o'tdim, men ko'ruvdim. O'shanda men yanglishmasam santexnik dedilar. Ya'ni isitish tizimini qilayotgan javoblar gaplariga qo'shilamanman. Isitish tizimini qilgan odam boshidan oxirigacha qilib berish kerak. Ya'ni quvurni o'zini o'sha uskunagacha olib kelib berish kerak. Mayli, quvurni ulashlari, uni keyin sozlashlari,
uskunani mutaxassis qilishi mumkin, ya'ni havolantirish tizimi. Siz hozir faqat havolantirish aytdingiz-ku, lekin misol uchun basseynni ham olsa, basseynni ham isitish kerak-da. Uni basseynchi qilish kerakmi yo haqiqatdan isitish tizimini mutaxassis qilish kerakmi? Albatta basseynchi hech qachon qilmaydi-da. Basseynchi aytadi, "Menga aka 50 kilovat issiq olib kelib bering" deydi. Ko'pincha shunaqa bo'ladi. U o'zini uskunasini qo'yadi, o'sha uskunagacha keyin santexnik, isitish tizimini mutaxassisi, ustasi bajarib beradi ishini. Hozirgi kunda bizada mana aytdingiz-ku, bitta obyektda xuddi shu 3 ta narsani birlashtirmoqchi bo'lsa, 3 xil mutaxassis chaqirishga to'g'ri kelyapti. Hozir agar mana shu narsani birlashtira oladigan odam bo'lsa, ya'ni bir inson o'zi hal qila olsa shu narsani, shunaqa mutaxassis bo'lsa, o'sha uy egalariga ham qanaqadir darajada ekonom, ya'ni nima deydi, nafaqat resurslardan, balki sarflayotgan xarajatidan ham ekonom qilish imkoni balandroq bo'lmaydi ehtimoli. Kim 3 ta mutaxassis aytgandan ko'ra. Albatta. 3 ta mutaxassisi ish haqini bergandan ko'ra, bitta mutaxassisga ish haqini bergani menimcha afzalliroq deb. U yerda nafaqat moliyaviy taraf, balki o'zi kommunikatsiya taraflama osonroq bo'ladi, chunki uy egasi 3 ta odam bilan emas, bitta odam bilan gaplashadi. Bitta odam kompleks yechim bergandan keyin u kompleks yechimga ham o'zi javob beradi. Chunki juda ham ko'p holatlar bo'ladi, bir-biriga to'nkashlar boshlanadi. Tizim ishlamaganda qozonxonani men qilmaganman, anu odam qilgan, quvurni men tortmaganman, bu tortgan va boshlanadi. U o'tda xato, menda xato yo'q. O'tda xato, menda xato yo'q. Mana shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun men o'ylaymanki, A nuqtadan oxirgi nuqtagacha bitta odam qilib kelish kerak deb o'ylayman. Ya'ni bitta tashkilot bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, kompleks yechim o'zi qiladi va o'zi keyin o'zi qilgan tizimiga javobgar shaxs bo'ladi. Hozir mana shunaqa mana siz o'zi shu bilan ham shug'ullanasiz-ku, obyektlarni loyihalash va undan tashqari ularni bitirib berish. Sizni tajribangizda qanchalik ko'p uchraydi bunaqa holatlar, ya'ni bir insonga topshirilishi, ya'ni ishonch bildirilishi obyektlar tomonidan? Man agar tajribamdan kelib chiqsa, xususiy shaxsiy xususiy uy qurilishni gapirsak, man faqat sovutish va havolantirish tizimlarini birlashganini ko'rganman. 3 ta tizimi birlashganini man ko'rmaganman hali. Ya'ni mijozlar ham hali his qilib ko'rishmaganda, uchalasi birlashganda holatda qanaqa qulay bo'lishini. Shunaqa bo'lsa kerak. Chunki ba'zi bir obyektlarda, ba'zi bir binolarda guvoh bo'lganmiz, hattoki shunaqangi joylar bo'lganki, isitish tizimi uchun qozonxona qilingan va binoda basseyn, hovuz bo'lgan va basseyn uchun ham alohida kotel, ya'ni qozon qo'yilgan holatlarni ham ko'rganmiz. Ba'zi bir joylarda, misol uchun masjidlardami, loyihalarda ko'radigan bo'lsak, ventilyatsiya tizimi uchun alohida kotelni qilishyapti. Chunki ventilyatsiyada, ya'ni pritok kirib kelayotgan havoni isitish uchun ham hazillik ham quvvat kerak bo'lmaydi. Unda olib qaraydigan bo'lsa. To'g'ri. Lekin bunaqa holatda isitish tizimidagi odam bilan, ya'ni shu sohadagi usta bilan ventilyatsiyadagi havolantirishdagi odam bir-biri bilan kelishib ishlamagani hisobiga ba'zi holatlarda xarajatlar ko'payib ketyapti. Yoki haligi hovuz misolda keladigan bo'lsa, basseynnikida ham agar o'sha teploobmennik deyiladi, shu teploobmennikka agar отоплениyaga ulaydigan bo'lsak, gidrokollektorga ulaydigan bo'lsak, qish kunida kamdan kam holatda tashqi basseynlar ishlatiladi. Endi ko'pincha O'zbekistonda hozirgi paytda yoz kunida foydalanadigan basseynlar ko'proq xonadonlarda, lekin ularga deb alohida kotel qo'yganni hisobiga nima bo'lyapti desa, o'zi yoz kunida kotellar o'zi dam olib turadi. O'sha kotellar basseynga ishlasa bo'ladi-ku, lekin shunga ortiqcha xarajatlar ketyapti, ya'ni isrofga yo'l qo'yilyapti. Xudo xolasa kelajakda mana shu mijozlarning o'zi ham shuni talab qiladigan bo'lsa, ya'ni 3 ta mutaxassisga ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, menimcha mana shu xarajatlarni ham olinsa kerak, katta xarajatlarni oldi. Shu o'rinda bitta savol paydo bo'lib qoldi. Biz orada aytdik, siz ya'ni qalam loyihasini boshlaganingizdan shu loyihada shunaqa imkoniyatlar bormi? Ya'ni mana shu hammasini jamlashni yoki bitta kompleks yechim berishni va shuni amaliyotini ham qilib berish, ya'ni montajini ham qilib berish imkoniyati bo'ladimi? Nazorati, taklif, montaj. Bu loyihani qilishdan maqsadlardan bittasi o'zi shu bo'lgan, kompleks yechim berish.
kelgan mijoz faqat bitta tizimni olib ketish emas, balki 3 ta tizimni hammasini birgalikda yechimni olib ketish deb o'zi maqsadlardan bittasi bo'lgan, loyihalash to'g'risida gapirsa, lekin uni keyinchalik realizatsiyasi va uni keyinchalik sozlashlari ham biza amalga oshiramiz deb o'ylayman, xudo xohlasa. Unda savollarga o'tamiz. Keyingi savolimiz Telegramdan kelgan Ne'matullohdan. Xo'p, hozirgi kunda isitish tizimi yoki sovutish tizimida tejamkorlik deganda nimani tushunishimiz kerak? Yoki nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Isitish tizimida Isitish tizimi va sovutish tizimida. Isitish va sovutish. tejamkorlik albatta hozirgi narxlar yoqilg'ilarni narxlari ko'tarilganligi sababli, tariflar resurslarni kamayayotganligi sababli o'zi bir olib qarasangiz, o'sha isrofgarchilikni kamaytirishni o'ylaydigan bo'lsa, albatta bizaga tejamkor tizimlar kerak. Asosiy tejash yo'llardan bu albatta men binoni izolyatsiyasi deb o'ylayman. Uni qanchalik yaxshi izolyatsiya qilsangiz, u qo'pol qilayotgan termos holatiga olib borsangiz, u issiqni yo'qotmagandan keyin albatta siz uni isitishga yoki issiqlikni ushlab turishga kamroq resurs ishlatasiz. Va albatta bu sizga keyinchalik ancha iqtisodiy manfaat olib keladi. O'zi bu savol juda ham katta bir narsani qamrab oladi. O'zi umumiy hisobda savol berilibdi. Agar imkon bo'lsa Abrorxon aka sal chuqurroq kirib tushuntirib bersangiz kuzatuvchilarimizga. Endi smeta so'zini men o'zbekchasini topolmadim. Smeta bo'yicha ham tejamkorlik, ya'ni qurilish xarajatlari, keyinchalik resurslarni ham anaqa tejash haqida hozir aytdingiz-ku, lekin mana shu umumiy hisobda nima ish qilsa nimadan tejasa bo'ladi? Birinchi tejash bu o'sha aytganimdek bu binolarni yaxshi teplizolyatsiya qilish. Ikkinchi bu optimal tizimni tanlash. Chunki isitishni ham, sovutishni ham har xil uslublar bilan qilsa bo'ladi-da. Bu yerda ham o'ziga yarasha bitta qanaqadir konflikt bo'ladi-da. O'zi ikkita mutaxassis bitta joyga kelib qolsa, ularni har bittasini o'zining falsafasi bor-da, ishlash. Chunki o'zining tajribasidan kelib chiqqan holda bu tizim yaxshiroq, yo'q, bu tizim boshqa tizimni bilmayman, mana shu tizim yaxshiroq deydi. Shu sababli agar mutaxassis hamma tizimlardan bilimi bo'lsa, u optimal variantni tanlaydi-da. Optimal variantni tanlagandan keyin o'sha yerda materiallarni ekonomiyasi chiqadi. O'sha yerdan keyin ish resurslari kamayadi. O'shandan keyin albatta va tejamkorlik paydo bo'ladi. Tushunishim bo'yicha birinchi qanaqadir darajada diagnostika o'tkazish kerak binoni, to'g'rimi? Ya'ni bu bino o'zi nima? Xonadonmi, kommertskiymi? Undan keyin aytganingizdek boshida aytdingiz, teplopotiriya o'zi baza dedingiz. Teplopotiriyasini o'lchab turib, keyin o'shandan kelib chiqib tanlanadimi bu tizimlar? Albatta. Birinchidan o'zi yana ko'p xususiy qurilishlarda ko'p ko'radigan kamchiliklardan bittasi ko'p uy egalari va joy egalari nima xohlayotganini aytib bera olmaydi. Ya'ni o'zi loyihachi ish boshlashidan oldin u texnik topshiriqni olish kerak. Sen o'zi texnik taraflama nima xohlayapsan? U aytadi, misol uchun bu xonada menga isitish kerak emas, bu xonada 15 gradus ham yetadi, bu xonada mana bunaqa bo'lsin, bu xonada mana bunaqa va hokazo. Hamma topshiriqni to'g'ri bergandan keyin loyihachini vazifasi hamma olgan ma'lumotlarga qarab to'g'ri optimal yechim qilib berish. O'shanda to'g'ri yechim topgandan keyin hammaga manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Hozir bizlarni men o'zim tajribadan hozir uy egalari bilan gaplashishdan tajribadan kelib chiqadigan bo'lsa, menga eng asosiy beriladigan texnik задача desa, bu o'sha tizi bo'ladigan bo'lsa, arzon bo'lsa. Bo'ldi. Asosiy bu ham o'sha tejamkorlikda. arzon bo'lsa. degan emasda. Besh pulga yetadi boshlanadi. Endi arzon, to'g'ri, hamma nima deydi? Dешево и сердито deydi-yu. Hamma arzonroq va yuqori sifatli narsani xohlaydi, lekin tabiatda unaqa narsa bo'lmaydi. Qancha arzonlasa, bekorga arzonlashmaydi bu narsalar. Qanaqadir darajagacha arzonlashtirsa bo'ladi.
tizimmi? Lekin aytganimdek, mani fikrimda qurilishda muhandislik tizimlar juda ham muhim tizim bo'lganligi uchun uni juda ham ko'p arzonlashtirib bo'lmaydi. Uni qanaqadir chegarasi bor deb o'ylayman. Qani shu bitta savol paydo bo'lib qoldi menda. Dunyo davlatlari bilan solishtirganimizda O'zbekistondagi muhandislik yechimlari arzonmi yo qimmatmi? Dunyo standart. Muhandislik yechimlar hamma yoqda bir xil. Ya narx Ishlatadigan jihatdan. xom ashyolar Ha, har shu xil. jihatdan aytmoqchiman. Misol uchun oddiy soddaroq qilib aytadigan bo'lsam, 300 kvadrat, 400 kvadratli uy egasi xuddi shu kvadratura etikli boshqa davlatda bo'ladigan bo'lsa, Hop. bizga qilib berilayotgan, ya'ni bizning O'zbekiston xalqiga ko'rsatilayotgan servislar o'sha arzonmi yo qimmatmi? Yechimlari arzonmi, qimmatmi o'zi? Yechimlar muhandislik yechimlar to'g'risida gapirilyapti. Hmm. Muhandislik yechimlar bir xil. Bir xil. Ularda ham nima deydi? Fizika, nima deydi? Boshqa planetada ham fizikada u. O'shaning uchun fizikaviy qonunlar bir xil bo'lgandan keyin ularda ham o'zi bu yo'nalishi ko'p narsasi bizga chet eldan kelgan. O'shaning uchun juda ham ko'p terminlar chet eldan kelgan terminlar, juda ham ko'p o'lchov belgilari, chet ellik o'lchov belgilari. Ular u sohaga bizdan ancha oldin kirishgan. O'shaning uchun optimal yechimlar ularda bor. Ya'ni ularda allaqachon velosiped o'ylab topib Ha. Sal vaqtliroq. Biz ham misol uchun hozir o'qiyotgan adabiyotlarimiz ko'pi chet elniki. Tushunarli. Xo'p, qolgan obunachilarimizning ham savollarini berib ulgurishimiz kerak. Shuning uchun keyingi savolga o'tamiz. Hop. Ruxsatingiz bilan. Telegramdan kelgan ekan bu savolimiz. Uy qurish jarayonida ventilyatsiya tizimiga e'tibor qaratmaganmiz. Hozir bitgan holatda qanday yechimlar bor? O'zi havolantirish tizimi mani endi chetdan qarab tursam, oxirgi 4-5 yilda juda ham rivojlanib ketdi deb o'ylayman. Oxirgi 1-2 yilda raketadek uchyapti deb o'ylayapman. Oldin havolantirishga odamlar uncha e'tibor bermasdi. Derazani ochib qo'yaman, bo'ldi, shamollatib olishadi. Uyda kelinlar bor. Shef borlar, derazani ochadilar, havolantirib oladilar, muammosi yo'q deyishardi, lekin hozir shaharda ekologik vaziyatimiz uncha yaxshi bo'lmaganligi uchun odamlarga havolantirish tizimi qiziq bo'lib qoldi. To'g'ri, buni yechimi bor deb o'ylayman. Har bitta xonaga endi brizer deyishadi, endi yoki kif deyishadi. Klapan воздушный. Ya'ni teshuv ochiladi va o'sha yerga ikkita ventilyator qo'yiladi. Bu ventilyator orqali keyin havo beriladi, havo chiqariladi. Lekin u tizimlar ko'p katta maydonlarga va ko'p odamlarga mo'ljallanmagan u tizimlar. Chunki bu ko'p klapanlarni ko'ramiz, ko'pincha yotoqxonalarga yoki bolalarni xonasiga mo'ljallangan. Lekin misol uchun katta zalga yoki o'tiradigan, bizani bilasiz, imoratlarimiz katta-da, bu uskunalar ko'plari endi Yevropa uskunalari bo'lgandan keyin ular endi kichkinaroq maydonda yashashadi, shunga o'rganib qolishgan va ko'p narsalar ular uchun yaratilganda va ularga moslashib yaratilgan. Bizda endi katta uylarda yaxshi ko'rishadi, mehmon kutishlarni yaxshi ko'rishadi. O'shaning uchun agar 20-30 ta odamni chaqirib kelsangiz, unaqa havolantirish tizimida mancha qiynalasiz. Unga to'liq havolantirish tizim qilish kerak deb o'ylayman. Abrorxon aka, muhandislik tizimlari deb ko'p gapiryapmiz. To'g'ri, savollar berilganda, mavzular ko'tarilganda shunaqa deb ma'lumot beryapsiz. Lekin vaziyatdan foydalangan holatda kuzatuvchilarimizga shu muhandislik tizimlari deganda o'zi nima tushunish kerak, o'zi nima o'zi u, shu haqida bir boshlang'ich ma'lumotlar berib keta olasizmi? Ha, albatta. O'zi men qurilishni 3 ta yo'nalishga bo'laman. Birinchi bo'lib bu общестроительные работы, bu beton va metall mutaxassislari, ya'ni imoratni skeletini qurib beradigan odam, insonlar. Ya'ni железобетон ishlari, ularni o'zini loyihasi bo'ladi, KJ, konstruksiya железобетонный degan ularni loyihasi bo'ladi. O'sha loyiha bo'yicha hamma beton, metall, armatura va hokazo ishlari kiradi. Undan keyin ikkinchi yo'nalish bu pardozlash ishlari.
o'tga hamma kafel bo'ladimi, oyna ishlari, yog'och ishlari va hokazo bo'yash, gipsokarton, hamma ishlar. Ya'ni bu binoni kiyimi, tashqi ko'rinishi. Va 3-yo'nalish bu muhandislik tizimlar. Men buni odamni как anaqa кровеносные сосуды, qon yuradigan, havo ta'minlaydigan o'pka, mana shunaqa narsa deb bilaman-da. Muhandislik tizimlarini o'zini olsa, u 4 yo'nalishga ajratiladi. Ya'ni VK bu suv ta'minoti, oqova suvlar. Suv ta'minoti deganda faqat biz ichadigan suvlarni tushunish kerak emas. Suv ta'minoti deganda binoga qaysi tizimga qanaqa suv kerak bo'lsa, o'sha suv bilan siz ta'minlab berasiz. Yong'in xavfsizligi kirishi mumkin. Yong'inni o'chirish tizimlari misol uchun, ular ham suv ta'minoti sohasiga kiradi. Chunki siz yong'in o'chirishga suv ta'minlab berishingiz kerak, shunga yarasha siz rejalar ko'rishingiz kerak. Oqova suvlar ham deganda, oqova suvlar biz faqat o'sha hojatxonadan chiqaradigan suvlarni nazarda tutishimiz kerak emas, balki irrigatsion tizimlarni ham tushunishimiz kerak. O'sha yomg'ir suvlarini, qanaqadir sizda texnologik suvlari bo'lishi mumkin. O'shalarni olib chiqib ketish, qanaqadir kimyoviy moddalar bo'lishi mumkin. Ularni olib chiqib ketish, bular hammasi oqova suvlar tizimiga kirib ketsa, keyin bizda bu albatta OV, ya'ni OVIK, отопление, вентиляция, yoki OVIK, отопление, вентиляция и кондиционирование, yoki o'sha HVAC, heating, venting, air conditioning tizimlari kiradi. O'tni isitish, sovutish, havolantirish tizimlari o'tga kiradi. Undan keyin 3-yo'nalishimiz bu energiya ta'minot. Ya'ni binoga elektr ta'minotini siz qilib berishingiz kerak. Chiroq, rozetkalar, har xil uskunalar, agar ishlab chiqarish bo'lsa, nasoslar yoki qanaqadir uskunalarga energiya ta'minlab berish. Ya'ni 0,4 kilovoltli tizimlar, 3 fazali, 380, 220 voltli tizimlar bo'ladi. Va 4-yo'nalishimiz bu bizda past tokdagi tizimlar, ya'ni SS, слаботочный sistema deyiladi. Past tokda ishlaydigan tizimlar. Telefon, televizor, internet, video naблюдение, video anular, kolonkalar va hokazo shunga o'xshagan tizimlar, signalizatsiya, skut tizimlari, ya'ni binoga kirish, chiqish tizimlari, ular hammasi past tokda ishlaganligi uchun, 12 voltda, 24 voltda ishlaganligi uchun ular hammasi past tokda ishlaydigan tizimlarga kiradi. O'shaning uchun o'zi chet ellarda agar qarasangiz, misol uchun turklar bilan ishlaganman, ko'rsangiz, ularda ko'pincha subpodradchiklarni olsangiz, VK ga alohida, kompaniya misol uchun OV ga alohida, slabotok bilan energetiklar birga yuradi, chunki bu ham kabel tortadi, bu ham kabel tortadi. Shuning uchun ular ko'pincha birga yurishadi. Lekin u ikkita har xil sohalar. Mana shu hamma sohalarni ichiga kirsa, agar katta loyihani olsa, binoni olsa, общий stroyda bitta proyekt keladi, ikkita proyekt kelishi mumkin, ikkita jurnal keladi, konstruksiya железобетонный, KM konstruksiya metallический, то есть metall konstruksiya ishlari bo'lsa, o'sha jurnal kelishi mumkin. Pardoz ishlarini olib boradiganga bitta jurnal keladi, AR, arxitekturniy решение deyiladi. Ya'ni o'tda qayerda nima, qanaqa kafel, nima bo'lishi kerak, qanaqa eshik, qanaqa deraza, hammasini oladi. Muhandislik tizimlariga kelsa, mana hozirgi oxirgi obyektimda ishlayapman. Xudo xolasa, bugungi kunda 18 ta loyihamiz bor. 18 ta loyihaga xudo xolasa yana menimcha bir 2 ta yoki yana 5 ta qo'shiladi, chunki ko'chani sug'orish tizimlari berilmagan edi, keyin skvajina qazishimiz kerak, undan keyin videokonferens-svязь, ya'ni chet ellar bilan muloqot qiladigan video tizimlari berilmagan edi. O'shalar bilan qo'shsa 20 tadan oshib ketadi. Bitta binoni o'zida. Bitta binoni o'zida. O'shaning uchun tushunsanglar ham bo'ladi, qaysi qiyinroq, qiziqroq. Menga muhandislik tizimlari juda ham qiziq soha deb ko'rinadi. Tushunarli. Juda ham kerakli ma'lumot bo'ldi. Chunki kuzatuvchilarimiz sizdan bunaqa ma'lumotlarni kutishadi.
va o'sha hali aytib o'tganimizdek o'quv kurslarini ham kirishyapti deb o'ylaymiz, Xudo xolasa. Instagram ijtimoiy tarmoqda yangi, ya'ni navbatdagi savolimiz Jon Richard 928 akkauntidan savol berilgan. Otlari Jahongir aka. Xo'p, issiqlik nasosi bu Toshkent aholisiga qanchalik to'g'ri keladi? Ya'ni pul tarafdan o'zini oqlaydimi? Va vaqti kelib qo'yganlar, o'rnatganlar, foydalanuvchilar afsuslanmaydimi? Chunki issiqlik olish uchun elektronika va mexanika, gidravlika jihozlari ko'p ishlashiga to'g'ri keladigan qurilma ekan nazarimda. Uni eskirishi, yemirilishi mumkin bo'lgan va vaqt bilan sinalmagan qurilmaga o'xshatdim deb savol beribdilar. Bir qancha savollar berdi. Yaxshi savol bo'ldi. Hozirgi haqiqatdan bugungi kunda juda ham ko'plarni qiziqtirayotgan savol deb o'ylayman mana. Birinchidan teplovoy nasos nima deb o'zi savol berishimiz kerak. Teplovoy nasosga kelib chiqqanimizda biza hamma uyimizda, ishxonamizda ishlatadigan split oddiy konditsionerlarni ham olsa, oddiy devorga ilinadigan konditsioner ham, u ham o'zi teplovoy nasos hisoblanadi. Faqat u ishlaydigan sredasi havo, ya'ni ko'chadagi havo bilan proses olib boriladi va ichkaridagi havo bilan ham, ya'ni bu yerda ham havo qatnashyapti, bu yerda ham havo qatnashyapti. Hozirgi endi menimcha berilayotgan savol bu albatta hozir isitish tizimida ishlatilayotgan teplovoy nasoslar to'g'risida aytilyapti. Bu o'sha teplovoy nasos faqat ko'cha havo bo'lsa, ya'ni tashqi bloki oddiy konditsionerniki bilan bir xil. Ichki blokiga kelganda havoni o'rniga bizda suv bo'lib qolyapti. Ya'ni suv orqali biz o'sha isitishni yoki sovutishni bajaryapmiz. Tejamkorlik to'g'risida o'ylasak, meni fikrimda shu paytgacha endi men har doim o'ylardim, teplovoy nasos iqtisodiy taraflama gazga qaraganda hech qachon bo'lmaydi. Effektivniy bo'lmaydi, chunki biz bilamizki, bir kubometr gaz yoqsa biz 9 kilovat energiya olamiz, issiqlik energiyasini olamiz. Oddiy teplovoy nasos solsangiz, oddiy konditsioner anusida hisoblasak, COP degan tushuncha bor, konditsionerning coefficient of performance deydi yoki EER, energy efficiency rate deyiladi. Ya'ni 1 kilovat tok yoqqanimga men qancha kilovat quvvat olaman. Hozirgi tizimlarda 1 ga 4 yoki 1 ga 5. Ya'ni 1 kilovat tok yoqyapsiz va uni evaziga siz 4 kilovat yoki 5 kilovat issiqlik quvvatini olasiz. Gaz 1 kubometrda 9 kilovat olasiz, bu yerda 4-5 kilovat olasiz. Gazni narxi bilan tokki narxi ham menimcha har xil. Shunga u hech qanaqasiga effektivniy bo'la olmaydi. O'rinbosar bo'la olmaydi. Keyin meni fikrimcha teplovoy nasos oddiy qozondan qimmatroq narsa. Anchagina qimmatroq. Agar ichki tizimni olib qaradigan bo'lsa, o'sha quvurlar, o'sha radiator, isitish uskunalar hammasi bir xil. Lekin imенно o'sha boshiga borib qarasak, o'sha qozonning o'rniga biz boshqa isitadigan uskuna qo'yamiz, teplogenerator deyiladi, isitish generatorini qo'yamiz. Ya'ni bu yerda teplovoy nasos bizda isitish generatori vazifasini bajaryapti. Shunda albatta bu qimmatroq решение deb bilaman, lekin hozirgi kunda yanglishmasam o'tgan yildan gaz ulash bizda hozir cheklangan. Toshkentda gazga ruxsat berilmayapti. O'shaning uchun kelajak teplovoy nasoslarda deb o'ylayman. Hamma shunga o'tadi. Chunki gaz bo'lmagandan keyin eng arzon yoqilg'ilardan bittasi gaz hisoblanadi. Endi ko'mir ham menimcha qarasa qimmatga tushib ketadi. Xo'p, hozir teplovoy nasos ko'payib boryapti aytganingizdek, ya'ni taklifli ko'payib boryapti. Shu teplovoy nasos olayotganda nimasiga e'tibor qaratish kerak? Ya'ni o'zi farqi bormi yo bir xil bo'ladimi hammasi? Как таковой hammasini ishlash prinsipi bir xil. O'sha konditsioner aytganimdek, o'zini o'sha холодильный proses qatnashadi, ya'ni 4 ta narsa: испаритель, kondensator, kompressor и drosselь klapan deyiladi, ya'ni drosselирование qilinadi. Ishlash prinsipi bir xil. Isitishga ham, sovutishga ham как таковой bir xil bo'ladi. O'shaning uchun teplovoy nasosni qaraganingizda isuv berish qobiliyatlari, ya'ni siz uni faqat isitishga olmayapsizda, siz uni misol uchun yozda suvga ishlatishingiz mumkin. Mumkinmi, mumkin emasmi? Shunaqa qobiliyati bormi, yo'qmi? Bu yerda teplovoy nasos bo'lgandan keyin, konditsioner vazifasini bajaragandan keyin u nafaqat isitish, balki sovutadigan qobiliyati bormi, yo'qmi?
Chunki biza shunda bitta uskuna bilan ikkita tizimni yopib yuboramiz. Agar unaqa qobiliyati ham bo'lsa, bo'ldi, siz undan ham zo'r. Siz bitta ish bajarasiz, lekin shu bilan ikkita tizim va o'zingiz tizimingizni 12 oy ishlatasiz. Agar isitish tizimini olsa, 3-4 oy ishlaydi. Shu bilan yozga kiramiz yoki issiqga o'tamiz. U yerda уже konditsioneroniya tizimini yoqasiz. Albatta siz bitta tizim bilan ikkita tizim, bitta uskuna bilan ikkita tizimni yopsangiz bo'ladi. Hozir bundan oldin aytib o'tdingiz 1/5, 1/4 deb. Bu 1/5, 1/4 effekt bu yuqori graduslikdami yoki past gradusli anaqalardami? Teplo nasoslardanmi? Chunki adashma shunday farq bor shekilli. Albatta, o'zini optimal haroratida albatta bu o'sha optimal bergan koeffitsiyenti. Ya'ni endi u yerda холодильный protsess to'g'risida gapiradigan bo'lsa, albatta bu bizada bizani freonimizni chiqadigan harorati. Ya'ni 65 gradusga chiqadi. Hozirgi endi yangi freonlar chiqdi, R32 freonlar. Ular undan ham baland haroratgacha ko'tarila oladi va o'sha harorat ko'tarilgandan keyin u tashqi harorat bilan ko'chadagi havo uni sovutishga harakat qiladi. Sovutishga harakat qilgandan keyin biz bilamiz, o'sha isitish tizimida teplovoy napor degan tushunchamiz bor. Bizda radiator tizimida esinglarda bo'lsa, xonani harorati bilan radiatordan olish, issiqni olish qobiliyati qanchalik bo'ladi, xonani haroratiga qarab, to'g'rimi? Deltasiga qarab to'ppa-to'g'ri. Shu yerda ham xuddi shunday. Agar sizni ko'changizdagi haroratingiz buni harorati bilan yaqin bo'lib qolsa, uni effektivnisi pasayadi. O'shaning uchun chillalarda sizni konditsioner effektivnisi pasayadi. Chunki ko'chadagi harorat sizni freoningiz harorati bilan salkam bir xil bo'lib qoladi. Va uni sovita olmaydi. Qishda ham minusovoy temperatura ketib qolgandan keyin u ham o'zini KPDsini ancha yo'qotadi. O'shani hisobiga pasayarganda. Pasayadi. Ya'ni o'sha 100% ga emas, 50%. O'shaning uchun har xil tavsiyalar bor. Misol uchun soyaga qo'yish yoki shunga o'xshagan narsa yoki kechasi ishlatish. Men misol uchun bitta obyektda chillerlarimiz turgan, ya'ni sovutish uskunalar kechasi ishlardi. Chunki kunduz kuni chillada uni ishlatsangiz, uni KPDsi pasayadi. Ya'ni uni kechasi salqinda ishlatib, tizimli qilingan o'sha sovuvni zaxira qilib o'ziga yig'ib oladigan xususiyati bor edi. Unga maxsus uskunalar qo'yiladi va kechasi yig'ilgan, generatsiya qilgan sovuvni keyin u kunduz kuni ishlatadi. Endi uni hisob kitoblari bor. Necha soat ishlasa qancha yig'iladi va kun davomida necha soatga yetib beradi. Endi o'sha siz o'sha qo'pol qilayotgan hozir endi isitish tizimiga kirsa, u yerda ham buferniy yonkis degan tushuncha bor. Kechasi bilan siz yoqilg'ini yoqasiz, bitta buferniy yonkisga issiq suvni yig'ib olasiz, keyin uni kunduz kuni ishlatasiz. Albatta siz o'zingizni ehtiyojingizga qarab, qancha kilovat energiya menga kerak, qancha issiq suv kerak, shunga qarab buferniy yonkis va shunga qarab qozoningizni tanlaysiz. Bu ham shunga o'xshagan narsa bo'ladi. Hozir teplo nasosimizni qishda isitish uchun, yozda sovutish uchun deb tushuntirdingiz-ku Abrorxon aka. Hozir shunda uyimizga qo'yilayotgan uskunalar, ya'ni оборудованиялар, radiator emasda endi fan ko'yllar qo'yiladi. Endi agar sovutishga ishlatiladigan bo'lsa, o'shalar qish kunida isitish uchun tanlangan fan ko'yllar yoz kunida ham sovutishga yetib beradimi yoki teskarisi? Sovutishga yetib beradigani qish kuni isitib berishga ham yetadimi? Chunki hisob kitobi boshqacha bo'lsa kerak, lekin hali o'qimaganmiz, sizni sovutish bo'yicha-yu, isitish bo'yicha o'qiganmiz. Salkam bir-biriga tushadi. Bir-biriga to'g'ri keladi. To'g'ri keladi. Bir-biriga to'g'ri keladi. Ko'pincha o'zi sovuq kamroq kerak issiqga qaraganda. Chunki sizni deltangiz boshqacha. Agar issiqda siz -16 dan yoki -14 dan 24 gacha ko'tarishingiz kerak bo'lsa, sovutishda qaraganda siz 44 dan 24 o'ziga 20 gradusga tushirib bersangiz bo'ladi. Xulosa qiladigan bo'lsa, endi bemalol yetar ekan. Deltangiz kichkinaroq. Tushunarli. Yana keyingi shu savoldan bir ilhom kelib bosh savollar ham chiqqan edi. Qanaqa desa, to'pli-po'l qilamiz, shlankaga yotqizamiz, qish kunida o'sha binoyimizni, xonamizni poldan isitish uchun. Xo'p, hozir kunda shu mavzu juda mashhur bo'lyapti. Ya'ni o'sha shlankalardan yozgi kunida sovutishda foydalansak, ya'ni polni sovutish orqali binoni sovutsak, shu qanchalik to'g'ri?
To'g'risini aytsam, man hech qanaqa adabiyotda o'qimaganman. To'pli, sovuq pollar to'g'risida, sovuq patologlarni eshitganman, lekin sovuq pollarni o'qimagan ekanman. Manda savolim bor. Misol uchun, odamlar to'pli pol qiladi, ko'pincha men eshitaman-da, shu polim zaxda deydi. Shu zaxdan yo'qotish uchun men to'pli pol qilaman deydi. Agar uni sovutsa, zax joyiga qaytadimi shunda? Qishdagi zax keladimi deyapsizmi? Yo'q, endi sovutyapsiz, demak, undan albatta kondensat chiqadi. Shunaqa. Demak, qanaqadir zaxlanadi. O'shanda oyog'ingiz muzdaydi yuradimi? Bu qanaqa odamga yoqarmikan muzdaydi yurish? Menimcha sal yoqmasa kerak yo'q. Endi zarar ko'p bo'lsa kerak. Endi bu hozir o'sha Keyin aytayotganimiz bizada bilamizki, bizada issiq har doim tepaga intilsa, sovuq har doim pastga intilsa, agar sovuq pol bo'lsa, u pastga intilsa, u keyin sovuq tepaga chiqadimi? Endi sal yo'q, balki bordir qanaqadir narsalar, men bilmayman. Men endi tushunaman o'sha холодный, sovuq patologlarni o'sha sovutadi, o'sha patologdan o'sha sovuq pastga qarab, mana bu pastga tushib keladi. Uni tushunaman, lekin qanaqa qilib pol tepaga ko'tariladi? Chunki biza sizni ustoz deymiz, o'shaning uchun ham shu savollarga javob topolmaganimiz uchun sizdan so'rayapmiz. Endi balki to'g'risini aytaman, bu to'g'risida menda men o'qimaganman hech qanaqa kitoblarni, balki haqiqatdan men bilmagan ma'lumotlar bordir. Xo'p, hozir boshida aytdingiz, yozda sovutishga, qishda isitishga va tabiiyki yoz vaqtida bizga issiq suv ham kerak bo'ladi. Shu holatda agar teplovoy nasosimiz sistemani sovutishga ishlayotgan bo'lsa, bu yoqdagi boylerimiz desa, boylerimizdan qanaqa, qaysi usulda isitadi uni? Bu narsani rekuperatsiya tepla deyiladi. Agar eshitgan bo'lsangiz, ventilyatsiyada, havolantirishda rekuperatsiya degan tushuncha bor. Ya'ni siz qanaqadir miqdorda quvvatni o'zingizga olib olasiz. Mana misol uchun ichkarida siz sovutyapsiz, tashqi blokka chiqsangiz, o'tdan issiq havo kelayotgan bo'ladi. O'sha issiq havoni ko'chaga haydamasdan qo'shimcha teplobmennik qo'yib, siz o'sha issiqni ham syom qilsangiz bo'ladi. Chiqayotgan issiqligini o'ziga ishlatiladi. Ya'ni yechim bor. Misol uchun har xil yechimlar bor. Rekuperatsiya teplatchilarda bor, imенно o'sha isitish, issiq suvga ishlatiladigan shunaqa tizimlar bor. Restoranlarda yoki do'konlarda ishlatadigan xolodilniklaringiz bor. O'sha yerdan chiqayotgan issiqni yig'ib oladida, hamma xodimlarga issiq suv bilan ta'minlab beradi. U qanaqadir darajada tekinga energiya olish degani hamda, to'g'rimi? Albatta, siz ko'chaga chiqarayotgan energiyani, quvvatni qisman o'zingizga olasiz, ya'ni rekuperatsiya qilyapsiz. Bo'ydan ham mendan olsan. Demak, yaxshi yechimlar bor ekan, faqat bu yechimlarni tatbiq qilish kerak ekanda, hozir bu yechimlarni o'sha ommaga chiqarib, odamlarda qancha axborot ko'p bo'lsa, qancha shunga yarasha bilimi bo'lsa, shunda taklif ham yaxshi to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman-da. Ko'p takliflar odamlarni tizimlardan oxirigacha o'sha bilimi yetmaganligi sababli qanaqadir taklif ham kichkina bo'ladi, lekin odamlar o'zini ustida ishlasa. Ustoz yana Instagramdan bundan oldingi savolni bergan obunachilarimizdan yana savol bo'lgan ekan. John Rich 928 Jahongir akadan. Kelajakda ko'pchilikning uyida quyosh panellari bo'ladi, lekin davlatga sotish cheklanadi. Shu vaqtda elektronni issiqlikka aylantirib, ya'ni elektr tokini issiqlikka aylantirib bo'lsa kerak, saqlab kechasi bilan uyni isitishga ishlatsak bo'ladimi? Akkumulyatsiya haqida gap ketyapti. Bundan oldin qisqagina to'xtalib o'tildi, lekin agar chuqurroq kirib informatsiya beraman, ma'lumot beraman desangiz, menimcha ko'pchilik manfaatli bo'lsa kerak. Davlat xarid qilishidan, cheklanishidan xabarim yo'q. Balki cheklanadi, balki cheklanmaydi. Uni vaqt ko'rsatadi. Agar tizimni to'g'risida gapiradigan bo'lsa, albatta siz kunduz kuni bizani issiq kunimizda ortiqcha chiqayotgan quvvatni yoki akkumulyatsiya qilishingiz kerak akkumulyatorlarga yoki buferni yomkis qilib, o'zingizga issiq suv yig'ib qo'yib, uni keyinchalik kechasi ham ishlatsangiz bo'ladi. Buni yechimi juda ham oson deb o'ylayman. Bu buferni yomkis qo'yiladi va elektrokotel yoki teplovoy nasos shunga o'xshagan tokdan ishlaydigan uskuna qo'yiladi. U bizga issiqni generatsiya qilib beradi. Bo'ldi.
Ya'ni elektr tok akkumulyatorlari yoki bizadagi o'sha bufunniy yo'nqislar Yo'q, elektr toklari, akkumulyatorlari men aytmoqchiman. Tokka agar zaxira qilib, kechasi ishlatmoqchi bo'lsangiz yoki boshqa narsa qilmoqchi bo'lsangiz, siz tokka zaxira qilishingiz kerak. Tokka zaxira qilish uchun bizga akkumulyatorlar kerak. Agar yo'q, men unaqa zaxira qilmayman, menga Isuzu yoki boshqa narsa men yig'ib olsam menga yetarli deyilsa, o'shanda buferni yo'mkis qo'yiladi va buferni yo'mkisda biza isitib olamiz suvni kun davomida va uni keyin kechqurun ishlatamiz. Biz misol uchun obyektlarimizda yoki ko'rgan bo'lsanglar, eski uylarda tomga bochka qo'yilardida, o'sha bochka kuni bilan isib olardida, keyin kechqurun hamma cho'milardida. Shunga o'xshagan narsa-da bu ham. tushunarli. Misol uchun agar katta energetikani gapirsak, gidroelektrostansiyalarni olsak, suv oqadi, tok ortig'i bilan bo'lib qolsa yoki boshqa bo'lsa, nasos orqali katta ko'lga suv tashlanadi, tepaga ko'tarilib, kechasi yoki tok yetmayotgan paytida o'sha ko'ldan suv omboridan suv pastga tashlanadi va tok generatsiya qilinadi. Hozirgi kunda Xitoyda hattoki gruz, ya'ni yuklarni tepaga ko'tarib qo'yib, kechasi pastga urinib tushib, generatsiya orqali tok yechilayotgani haqida ham, ya'ni tok generatsiya qilinayotgani haqida ham ma'lumotlar eshitdik. Thomas Edison afsonalaridan bittasida bu ham. Uyiga kelgan mehmonlari, nimaga sizni eshigingiz shunaqa qiyin ochiladi? Har gal qiynalib ochamiz desa, sizlar meni eshigimni ochayotganinglarda mani nasosimni kamida 2 soatga tok bilan ta'minlab berasizlar deydi. O'shanga o'xshagan gap bo'ldi-da. Abrorxon aka, mana shu kunduz kuni yig'ilgan tokni kechqurunga akkumulyatsiya qilish uchun, ya'ni bizga quvvat kerak, issiqlik quvvati kerak. O'sha buferni yo'nqislar orqali akkumulyatsiya qilganimizda arzonroq tushadimi yoki o'sha elektr akkumulyator, ya'ni tok akkumulyatorlari orqali akkumulyatsiya qilganimizda arzonroq tushadimi? Qaysi biri keyin qulay? Plyus minus tomonlari. Endi o'sha qo'yilgan analizga qarab, maqsadlaringizga qo'yib, agar siz akkumulyatorlarga yig'sangiz, akkumulyatorlar o'zi arzon narsa emas. Ular qanaqadir mablag' talab qiladi va u akkumulyatorlarni lekin siz u akkumulyatorlarni xohlagan narsangizga ishlatsangiz bo'ladi. Xohlasangiz isitasiz, xohlasangiz televizor ko'rasiz, xohlasangiz kir moshina ishlatasiz va hokazo bo'lsa, bu yerda ortiqcha issiq energiyani biza qozonga yoki teplovoy nasosga qo'yib, o'zimizga faqat isitishga zaxira qilib qo'yamiz. Buni ham o'zini afzalliklari, agar faqat isitish tizimi to'g'risida gapiradigan bo'lsa, albatta buferni yo'mkisi to'g'risida ketamiz. Bufunniy yo'nqisi, ya'ni hisob kitobini bilmaymiz, juda katta chiqib ketib qolmaydimi? Menimcha shu 3 kuba, 5 kuba, 6 kuba ko'rish kerak. Imoratga qarab. Bu hozir gapdan bo'ldi-da. Necha kvadratli uyingiz? 250, 25 kilovatt kotel qo'ying, yetadi sizga. Men qayerdan bilaman, qancha odamlarda bu ehtiyoj suvni o'ziga kimgadir 100 litr ham yetadi, kimgadir 500 litr kam deydi. Qarang, hozir resurslar haqida gaplashdik. Masalan, hozir 4-5 yil oldin sizlarda 2026-yil yoki 25-yilda tariflar paydo bo'ladi, gazlar oshadi yoki gazdan voz kechib ertaga tok bilan isitasizlar desa, qanaqa darajada odamlar ishonmagan bo'lishi mumkin. Lekin shu kunlik masalan qanaqa darajada tejamkorlikka olib kelindi baribir. Xo'p, yaqin masalan 5 yil, 3 yil, 5 yilda yana nima o'zgarishlar bo'lishi mumkin resurslarga bog'liq? Resurslarga bog'liq men o'ylaymanki, O'zbekistonda eng katta muammolardan bittasi suv yetmasligi bo'ladi deb o'ylayman. Suv juda ham katta problema bo'ladi deb o'ylayman. Agar bizning sohamizga tegishli bo'lsa, tejamkorlik agar boshqa narsa bo'lsa, endi faqat energiya kerak bizga. Energiya taraflama bizda ehtiyojimiz bor, chunki bizani ishlab chiqarishimiz ko'payyapti. Bizani zavodlar, boshqa narsalar O'zbekistonda qurilayotgan sababli tokka energiyaga ehtiyoj katta. Shuning uchun ham energiyaga bizda ehtiyoj bo'ladi deb o'ylayman. Endi Xudo xolisa Jizzaxda atom elektrostansiya qurib bersa, balki yetib qolar. Eng katta muammo suv deb o'ylayman. 5-10 yil ichida kelajakda deb savol berganda, faqatgina energiya yoki resurslar bo'yicha emas, balki media maydoni bo'yicha qanaqa fikringiz bor? Yoki mutaxassislarning saviyasi bo'yicha bizning sohamizdagi?
To'g'risini aytsam, javob berolmayman. Men o'ylaymanki, men katta o'zgarishlar bo'lishiga sabablarni ko'rmayapman-da. Katta o'zgarish bo'lishi uchun sizda maktablar, universitetlar va o'sha yetarli darajada mutaxassislarni yetishtirib beradigan anular bo'lishi kerak, tashkilotlar bo'lishi kerak. Agar men hozir unaqa tashkilotlar qurilish niyatini ham eshitmagan, balki shunaqa loyihalar bordir, keyingi yil eshitib qolarmiz. O'shaning uchun, lekin hozirgi kunga qaraganda, menimcha 10 yilda mutaxassislar unaqa keskin darajada ko'paymaydi deb o'ylayman. Lekin talab oshadi. Chunki judayam ko'p ustalar, judayam ko'p muhandislar o'qishga ehtiyoji bor. O'qigisi keladi, o'zini ustida ishlagisi keladi, ko'p savollar berishadi. Afsuski, ma'lumot yetmasligi bu bizani muammolardan bittasi. O'zimizni tilimizda adabiyotlar yo'q. Texnikaviy bizga kerakli texnik adabiyotlar yo'q. Adabiyotni eng yaqin tilda o'qiyman desangiz, rus tilini bilishingiz kerak. Tushunarli darajada bo'lsa, endi hozirgi kunda ko'plar rus tilini bilmaydi. Bilgan taqdirda ham faqat gapiradigan darajada bilishi mumkin, lekin chuqur adabiyotni o'qa oladigan, ma'lumotni qabul qila oladigan darajada bilimi yetmasligi mumkin, lekin qiziqishi bor, o'rgangisi keladi. Shu sababli men o'ylaymanki, juda ham ma'lumotlarni o'zi o'zbek tiliga o'girish kerak deb o'ylayman. Qancha ko'p o'girilsa, shuncha yaxshi. Hurmatli kuzatuvchilar, ijtimoiy tarmoqlardan yana boshqa savollar ham kelgan edi bizga, ustozimizga berishimiz uchun, bulardan ko'p ma'lumotlar olish maqsadida, lekin vaqtimiz cheklangan, har bir yaxshi boshlangan narsani ham baribir xotimasi, ya'ni oxiri bo'ladi. Shuning uchun ustozimizni ko'p urintirib qo'ymaslik, vaqtlarni olmaslik maqsadida va yana keyingi uchrashuvlarda, yana keyingi podkast, yana yangi sonlarda suhbatlashish uchun mavzularni olib qo'yamiz deb, shunga oxirgi savolimizni ustozimizga beramiz. Abrorxon aka, yosh usta muhandislarga sizni tavsiyangiz, ya'ni qaysi xatolarni qilmaslikni maslahat bergan bo'lardingiz ustoz sifatida? Xatolarni qilmaslikmi? Yo, umuman tavsiya kelajakdagi hayotgami? Bunisi ham. Sizdan o'sha maslahatlar, tavsiyalar yoki qanaqadir yo'l yo'riq, qanaqadir xatolarni qilmaslikni Men o'ylaymanki, birinchi bittasi bu albatta odam olayotgan axborotlarga hozirgi kunda 21-asrda o'zi ma'lumotlarni miqdori juda ham ko'p. Ertalabdan kechgacha bizga har xil joylardan xabarlar kelaveradi. O'shaning uchun odamda juda ham muhim deb o'ylayman, kerakli va kerak emas ma'lumotlarni ajratish qobiliyati. Va ikkinchi o'sha tavsiyam o'qi. Shu tavsiya. Rahmat kattakon. Abrorxon aka, bu podkastimizda siz mehmon bo'lganingiz munosabati bilan formatni jicha o'zgartirdik. Ya'ni boshida e'lon qilganimizdek, podkastimiz boshida aytib o'tdik, ya'ni oldinda mehmonimiz kim bo'ladi va obunachilar, kuzatuvchilardan, auditoriyadan savol yig'ishga harakat qildik. Va shu savol yig'ayotgan paytimizda aytilgan ediki, qaysi savol eng yaxshi savol bo'ldi, ustozdan so'raymiz, aniqlashtiramiz deb va'da ham berib ketgan joyimiz bor. Shuning uchun sizni fikringizcha qaysi savol eng yaxshi, eng manfaatli, to'g'ri, xalqqa foyda beradigan, berilish kerak bo'lgan haqiqiy savol bo'ldi deb hisoblaysiz? Endi agar hozir xalq manfaati va o'zi dolzarb masalalardan gapirsa, menimcha teplovoy nasos yaxshi savol bo'ldi. Ya'ni Jahongir akadan kelgan Jon Richard 928 ikkita savol berganlari bekor bo'lmabdi. Bittasidan bitta o'q deydi. Jahongir aka, shu va'da qilingandek sizga atalgan sovg'amiz bor. Xudo xolasa, shu Instagram ijtimoiy tarmoq orqali sizga bog'lanamiz va shu sovg'ani sizga yetkazamiz. Undan tashqari, ustoz, sizga ham bizani sovg'amiz bor edi, Clementines korxonasi nomidan. Shuni qabul qilasiz. Rahmat kattakon. Juda ham xursandman. Mayli, keyin ochamiz. Rahmat. Ustoz, manfaatli
mazmunli suhbat uchun kattakon rahmat. Xudo xohlasa umid qilamanki, hammaga manfaatli bo'ldi. Ancha ma'lumot oldik. Baraka toping. Rahmat. Ya'ni bu loyihamizdan 7 kunlik sarida bo'lgan asosiy g'oyalarimiz nima bo'lgan bo'lsa, o'shani bu podkastda amalga oshira oldik deb o'ylaymiz. Va o'sha podkast jarayonida aytib o'tganimizdek, islohotlar va taraqqiyotlarga sabab bo'lsa shoyatki degan umiddamiz. Kuzatuvchilar bizani kuzatishda davom etinglar. Xudo xohlasa podkastlarimiz davom etadi va izohlarda yozib qoldiringlar keyingi mehmonlarimiz kimlar bo'lishini. Rahmat kattakon. Rahmat.